Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, jigarlar, qadrdonlar. Mana mazali, shirali bo'lgan qatlamalarimiz tayyor bo'ldi. Musofirda yurgan aka-ukalar, O'zbekistonni sog'inganlar uchun Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida demak shunday chiroyli holatda qatlamalar tayyorlanyapti. Mazasi og'zingizda erib ketadigan darajada harakat qilyapmiz. Qo'l mehnatiga bir baho berasizlar. Mana ajoyib tarzda, chiroyli holatda pishirilgan bolaligini sog'inganlar uchun maxsus jonli efir qilyapmiz. Hozir mana bittasini sindirib tishlab ham ko'ramiz yeb. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. To'y va marosimlar uchun bo'lsa 20 yillik tajribaga ega bo'lgan Nasriddin va Nasibaxon qatlamalari xizmatingizdamiz hamisha. Sizlardan like, bizdan mehnat. E'tiboringlar uchun rahmat, salomat bo'linglar.